Assalomu alaykum qahvali suhbatlarning doimiy kuzatuvchilari, qadrli do'stlar, qadrdonlar, sizlar bilan yana mana shu efir orqali ko'rishib turganimizdan xursandmiz. E'tiboringizga Gitler haqida turkum ko'rsatuvlarini taqdim etib boryapmiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi qismlarni ko'rib izohlaringizni yozyapsiz, kuzatib boryapmiz va bugun Ixtiyor aka bilan birgalikda, demak, 4-qismni, ya'ni urushdan keyin Gitlerni hayot qanday bo'lganligi haqida to'xtalamiz. Assalomu alaykum Ixtiyor aka. Va alaykum assalom Sirojiddin. Ishlar bilan charchashlar yo'q. Yaxshisiz. O'sha demak Gitlerning hayotiga yana bir bor to'xtalamiz. Urushdan keyingi Gitlerning hayoti qanday bo'ldi? Menimcha omadli kunlari, karyerasi ana endi boshlandi desak mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Shunday. Avval shu siyosiy vaziyatni bir ko'rishimiz kerak edi. Agar o'sha paytdagi Germaniyaning siyosiy vaziyatini qandayligini bilmasa, tomoshabinlarga balki bu unchalik tushunarli bo'lmasligi mumkin-da. Nima bo'layotdi Germaniyada? Nimaga Germaniya yutqizdi? Hammasi yaxshi ketayotganda-ku. Masalan, Germaniya qo'shinlari Parij ostonasida turibdi hali ham 1918-yil. Hatto o'sha noyabr oyida ham Germaniya tuproqlariga deyarli dushman umuman yaqinlashmagan ham desa bo'ladi. Hamma frontlar katta, hali Germaniya jang qilyapti. Undan tashqari mana Sovet Rossiyasi, ya'ni Rossiya imperiyasiga yangi hukumat keldi, Bolsheviklar Rossiyasi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Germaniyaning ham qo'li bor bularni hokimiyatga kelishida degan gaplar bor. Endi bu albatta konspirologik qarashlar. Nima bo'lganda ham Germaniya uchun vaziyat go'yo yaxshidayda. Mana hozir ham masalan Rossiya hali ham Ukraina tuproqlarida urush olib boryapti-ku, qanaqasiga yutqizyapti degan savollar tug'iladi ko'pchilikda. O'sha paytda ham Germaniya hali Parij ostonasida turibdi. Mag'lubiyatdan bir oy, hatto mag'lubiyat kunlari ham o'sha yerda. German qo'shinlari Parijga yaqin joyda turibdi. Endi nima bo'lyapti? Hatto Brest sulhi ham mana Germaniya ikkita frontda urush olib borayotganda Sirojiddin, g'arbiy va sharqiy. G'arbda Angliya, Fransiya va boshqa keyin AQSh qo'shiladi, sharqda esa Rossiya bilan. Hatto Brest sulhi ham Germaniyaning bir qo'lini masalan bo'shatdi-da. Ya'ni sharqda u o'sha Rossiya taslim bo'ldi, o'sha Brest sulhiga ko'ra. Taslim bo'ldi deysham balki noto'g'ridir. Yengilganini tan oldi va Germaniyaga o'sha boshqa nimalar to'lab, mana tovon puli to'lab, undan tashqari juda katta yerlarni berdi Rossiya va Germaniya go'yoki bir qo'li bo'shadi va butun diqqatini endi g'arbiy frontga qaratishga bemalol muvaffaq bo'ldi. Rossiyada Lenin boshchiligida bolsheviklar hokimiyatga kelgandan keyin. Endi bo'ldi, mana Germaniya endi bitta frontdan qutuldi, bitta dushmanini yengdi. Endi qolganlarni ham yengishi mumkin degan nemis xalqida, olmon xalqida juda katta kayfiyat paydo bo'ldi. Demak, yutamiz yaqinda urushni. Mana Rossiyani yutdik, o'yindan chiqardik. Lekin 1917-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari Antanta tarafda urushga kirdi. Bilasiz, Amerika bu gigant ekonomika, bahaybat ekonomika. Albatta, o'sha paytda allaqachon birinchi raqamli ekonomikaga aylanib bo'lgan, iqtisodga aylanib bo'lgan. AQShning urushga kirishi butunlay vaziyatni o'zgartirib yubordi. Endi Germaniya yutqizishi ma'lum bo'lib qoldi-da. Iqtisodiy, siyosiy resurslari uni borgan sari erib boryapti-da. Kuch qolmayapti Germaniyada. Hamma tarafni yutqizyapti, ola olmayapti. O'sha hujumga o'tsa qaytarib yuboryapti dushmanlar. Dengizdagi butunlay mag'lubiyat, Britaniya flotiga teng kela olmaydi Germaniya floti. Natijada shu darajada inqiroz boshlandiki, 1918-yil o'sha noyabr oyiga kelib Germaniya shtabi, ya'ni o'sha yuqori elitasi, harbiylar imperatorga shuna yetkazdilarki, boshqa urusha olmaymiz. Biz hamma tomondan toliqib, yaqinda juda katta mag'lubiyatlar boshlanadi degan bir messenj berishdi-da Germaniya imperatoriga. O'sha Germaniyaning oxirgi imperatori Kaiser Wilhelm II, o'sha Wilhelm II tushundi, demak, urush boy berilgan, lekin vaziyatdan qandaydir yo'llar bilan chiqib ketish kerak-da. Qaysidir yo'l bor lekin deb bir yo'l bilan chiqib ketish kerak. Batamom mag'lubiyatni endi bilib turibdi, lekin balki separat sulh tuzish mumkindir va hokazo. Xullas, ichki inqirozni oldini olish uchun Germaniya imperatori Wilhelm majbur bo'ldi o'sha hukumat boshlig'i kansler graf Georg von Gertlingni ishdan bo'shatdi. Ya'ni hukumatni yangiladi. Ya'ni nimani boshqa margraf
nimani Maksimilian Badenskiyni nimaga qo'ydi, bosh vazir qilib. Xullas, hukumatni almashtirdi. Go'yoki Vilgelm nima demoqchi? Mana Rossiya qanday ahvolga tushganda imperator Nikolay, ya'ni taxtdan voz kechganda, keyin u o'ldi, otib tashlandi. Buni hammasini bilib turibdi-ku. Vilgelm ko'rib turibdi-ku Rossiyada nima bo'layotganligini. Revolyutsiya qanday bo'layotgan hammasini bilib turibdi. Germaniyada ham xuddi o'shanaqa vaziyat pishib kelyapti-da, xuddi Rossiyadagidek. Bu ham ketish kerak, bu ham biladi, o'sha qarindoshi-ku, kerak bo'lsa qarindoshi Nikolay ikkinchi. Hatto dushman bo'lgan taqdirda ham, ikkalasi bir-biri bilan 4 yil urushgan taqdirda ham. Shunda tushundiki, demak, vaziyatni saqlab qolish juda qiyin bo'lyapti. Qiyin, ha. Harbiylar nima qilyapti? Qarang, harbiylarning ayyorligini qarang-da. Germaniya harbiylari endi o'sha tepasida mashhur o'sha Hindenburg, Ludendorff va boshqa katta yirik harbiylar hamma aybni kimgadir to'nkab, o'zlari ham vaziyatdan qutulib ketmoqchi-da. Harbiy elita borki, Germaniyaning harbiy elitasi aybni endi kimga qo'yadi? Albatta imperatorga qo'yadi yoki boshqa kuchlarga tashlash kerak. O'zlari bilib turibdi-da, o'zlari bu yoqda oppoq bo'lib nima bo'lishi kerakligini. Shunda Maksimilian Badenskiy hukumati ham nimaga bular endi separat sulhni dushmanlariga nima qilish kerak endi? Yumshoqlik bilan yoki yotig'i bilan ularga yetkazish kerak. Amerika prezidenti Woodrow Wilson shunaqa talab qo'yganda, Germaniyani taslim bo'lishi 14 ta punktdan iborat. Germaniya qanday taslim bo'lishi kerakligi haqidagi 14 ta punktdan iborat Amerika prezidenti Germaniyaga mana shunaqa shartlar qo'ygandi. Albatta bu shartlarni ko'pchiligini qabul qilib bo'lmasdi, lekin nima bo'lsa ham bular Amerikaning prezidentiga albatta o'zini odamlarini yuboradi. Shunda Vilgelm nima qilmoqchi? Vilgelm tushunib turibdi endi qanday qilib vaziyatdan chiqib ketish kerak. Bu yoqda sulh tuzsa, Germaniya tushunmaydi, yutqizdi deganida bu. Sulh degani, ya'ni sulh emas, kapitulyatsiya. Ya'ni Amerika unga kapitulyatsiya, mana shartlarni qo'yapti. Angliya, Fransiya ham bor uning ichida albatta. Bu mamlakatlarga yutqizganligini tan olish kerak va lekin tan olsa bu hokimiyatni saqlab qolish ehtimoli nolga tushib ketadi. Buni ag'darib tashlash kerak. Vilgelm nihoyatda chorasiz ahvolda qolib ketdi-da. Va birdaniga boshlanib ketadi. 1918-yil dastlab Bavariyada boshlandi, buni qarang. O'sha Gitler Bavariyada yashardi, Myunxenda. O'sha Bavariyada boshlanadi. Bavariyada isyon boshlanadi, undan keyin Berlin. Yo'q, dastlab to'g'ri, men Bavariyada deb sal nima qildim. Haqiqiy revolyutsiya Bavariyada boshlandi. Aslida Kiel shahrida boshlanadi. Bular Germaniya harbiy elitasi nima qilmoqchi? Go'yoki boyagi shartlarga nima deydi? Mana o'sha shartlarni qabul qilmaslik, ya'ni o'zlarini shartlarini ham oldinga surish maqsadida bitta bir mana Germaniya hali kuchli degan ma'noda o'zlaricha oxirgi bir hujumni uyushtirib ko'rishmoqchi. Qarang, bilib turibdi u hujum bo'lmasligini. Dengizchilarni urushga jo'natmoqchi Angliya flotiga qarshi. Ya'ni Germaniya harbiy dengiz flotini oxirgi hujumga boshlayapti. Britaniya flotiga qarshi. Endi uni dengizchilar bilib turibdi-ku, Angliyani 4 yildan beri yenga olmagan, endi yengadimi? To'g'rimi? Urushning oxirida yenga olasanmi? Kuch qolmagan paytda. Va Kiel shahrida dengizchilar isyon ko'taradi. Ular tushunib turibdi-da, bu hukumat o'zini prestijini saqlab qolish uchun, o'zini nufuzini saqlab qolish uchun bizni deyapti, nimaga go'shtga, qiymalarga tashlamoqchi oxirgi jangga. Va haqiqatan shu. Ha, shunday, u dengizchilar uni tushunib turibdi-da, hatto o'sha harbiy dengiz flotining rahbarlari ham ular ko'nmaydi, albatta isyon Kiel shahrida isyon boshlanadi va shu bilan ulanib ketdi revolyutsiya. Myunxenda revolyutsiya bo'ldi, Berlinda revolyutsiya ketdi, Germaniyada revolyutsiyalar davri boshlanadi. Juda ham bir g'alati davr boshlandi. 1918-yil oktyabrda boya Kiel dengizchilar isyonidan keyin Sotsial demokratlar partiyasi tushundiki, demak, Rossiya kabi inqilobni amalga oshirish kerak va hokimiyatni qo'lga olish kerak va vaziyatni saqlab qolish uchun hokimiyatni, ya'ni yangilash kerak. Vilgelmni taxtdan ag'darish kerak. Vilgelm o'zi Germaniyada emas, bu Belgiyada, shtabda, u yoqda, urushda.
Belgiyada turibdi, ha, chunki Belgiya bosib olingan. Hali Germaniyani qo'l ostida, qarang. Mana hozirgilar ko'p aytadi, Rossiya bosib olgan-ku, mana bu ko'p Rossiya, Ukrainaning yerlari hali qanaqasiga hali mag'lubiyat haqida gapirasan deydi. O'sha paytda Germaniya imperiyasi ham Gollandiyani, Gollandiya deyapman, Belgiyani, Fransiyani bir qismini bosib olib turgan payti edi. Va birdaniga mana u yoqda Berlinda inqilob bo'lyapti. Vilgelm nima qiladi? Albatta ularning qo'li bu Nikolayni taqdirini yaxshi biladi-ku, otib tashlanganligini. Shunda Vilgelm taxtdan voz kechdi. 9-noyabr kuni Kayzer taxtdan voz kechdida Germaniyaga qaytib kelmadi, balki bunga kim siyosiy boshpana beradi? Niderlandiya, Gollandiya boshpana berdi va Gollandiyaga o'tib ketdi Kayzer Vilgelm. Lekin rasman baribir taxtdan voz kechmagan ekan. Bu 1928-yilga kelibgina rasman taxtdan voz kechganligini e'lon qiladi Sirojiddin. Ha, ungacha demak ungacha bu faqat nima emigratsiyada degan bir ma'noda Gitler nima bilan imperatorni uncha yoqtirmagan albatta Gitler, lekin baribir keyinchalik Germaniya okkupatsiya qiladi-ku, Niderlandiyani ham boshqa. Albatta buni uy qamog'iga olishadi. Bu urush Kayzer Vilgelm uzoq yashaydi. Gitlerning hokimiyatga kelishini ham ko'radi. Bu vafot etgan paytda Niderlandiyada vafot etadi Sirojiddin. O'sha paytda Gitler Kayzerning vafotiga baribir hurmat bajo keltiradi. Nima uchun? Chunki bu Germaniya imperiyasini boshqargan. Germaniya imperiyasini va biz mana biz 3-Reyxmiz, 3-imperiya sifatida baribir 2-imperiyaning hurmati bor degan ma'noda Vilgelmni dafn marosimiga katta rahbarlarni jo'natadi va katta bir tantana bilan bir dafn marosimi uyushtirishadi. 3-Reyx payti buni. Xullas hurmatini bajo keltirishadi-da, o'sha taxtdan mana bolsheviklarga o'xshab buni ottirib tashlab, oilasi bilan yo'q qilib tashlamadi-da. Balki hurmatini bajo keltirib, masalan o'sha Niderlandiyada vafot etgandan keyin buni o'sha dafn qilishdi. Keyinchalik, ha. Endi Gitler nima bo'ladi? Yo'q, Germaniyada nima bo'lyapti? Sotsial demokratlar hokimiyatni qo'lga olish boshlanadi. Philip Scheidemann degan odam bor. Mana o'sha noyabr oyidagi inqilobdan keyin mana Sotsial demokratlar partiyasi a'zolari, o'z sotsial demokratlar ham ikkiga bo'lingan. Endi mayli, biz Germaniya revolyutsiyasi haqida balki alohida ko'rsatuv qilarmiz, biz cho'zib o'tirmaymiz. Philip Scheidemann Germaniyani respublika deb e'lon qildi. Germaniya imperiya tugadi, balki respublika deb e'lon qildi. Friedrich Ebert davlat rahbari bo'ldi. Ebertni ham qo'yib yuboring. O'sha paytda. 3-surat. Ya'ni sotsial demokratlar sardori Friedrich Ebert davlat kotibi bo'ldi. Ebert, Scheidemann va Noskelar hokimiyatda o'rnatildi desa ham bo'ladi. O'sha paytda. Mana shu odam keyinchalik Weimar Respublikasi deb ataluvchi respublikaning rahbari ham mana shu Friedrich Ebert. Bir salobatli, qo'rqinchli odam bo'lgan ekan. Salobatli. O'zi Hindenburgga ham qaysidir ma'noda o'xshab ketadi. O'zi Ebertdan keyin o'sha Hindenburg o'tiradi hokimiyatga 1925-yilda, lekin Ebertlar boshqardida mana Germaniyani. Mana shu Ebert, Scheidemann, Noske va boshqalar. Ijro hokimiyatida esa Ebert bilan Gugo Gaze degan kishilar ijro hokimiyatini boshqaradilar Germaniyada. Berlinda Sovet Respublikasi bir o'sha o'rnatildi, Bavariyada Sovet Respublikasi o'rnatildi. Endi Bavariyaga kelsak, Gitlerga kelsak, bu revolyutsiya, Bavariyadagi revolyutsiya dars Berlindan ham oldin boshlandi-da. 1918-yil 8-noyabrida qarang, bu hatto nimadan ham imperatordan oldin bu taxtdan ag'darildi. Ludvig 3 ham taxtdan ag'darib tashlandi, Bavariya qiroli. Qirol taxtdan ag'darib tashlandi. U yerda Xalq Sotsial demokratlar partiyasi a'zosi Kurt Eisner bosh vazir bo'ldi. Mana shu odam Bavariyada rahbar bo'ldi. O'sha paytda. O'sha paytda 18-yil bo'layotgan voqealar bu. Hali o'sha Gitler hali nimada yuribdi, soldat bo'lib
Bir yozuvchilarga o'xshab ketadigan bir tasvirchi, sotsial demokratda mana rassomlarga o'xshab ketadigan odam Kurt ekan. Eysner bosh vazir bo'ldi, lekin bu ko'p o'tirmaydi, chunki monarxistlar Bavariyada ko'p edi, ya'ni o'sha eski monarxiya tarafdorlari, anarxistlar ko'p, juda ham Germaniyada shunaqangi bir botqoqqa o'xshagan davr boshlandi-da, kasha bo'lib ketdi. Kim hammasi guruh bo'lib bo'linib Germaniyani nima qilishda, hokimiyatni qo'lga olish bo'yicha kurash boshlandi. Bu yoqda sotsial demokratlar ham ikkiga bo'linib ketgan, markazchilar degan bir nima paydo bo'lgan, eng yirik kuchlardan iborat so'l kuchlar bor, o'ng kuchlar bor. Kommunistlar alohida, mana bu bolsheviklardan ilhom olayotgan, Sovet ittifoqidan ilhom olayotgan Karl Liebknecht. Ular bir bosh. Bu yoqda harbiylar alohida, tushunyapsizmi? Juda murakkab davr paydo bo'ldi Germaniyada. Hamma har tarafga tortyapti Germaniyani. Lekin hammasi hokimiyat uchun kurash bor. Harbiylar alohida o'zlaricha uzoqdan poylab turibdi qani, nima bo'lar ekan chetdan. Hech kimga qo'shilmasdan, ular ham lekin baribir kuchli Germaniyani istaydi-da, o'sha monarxiya tiklanishini orzu qiladi. Va albatta monarxistlar bor edi. Masalan, mana shu nimani, Eysnerni hokimiyatini ag'darib tashlash maqsadida ular ham terror yo'liga o'tdi va 26 fevral kuni qarang, bular bor yo'g'i bir 2-3 oy hokimiyatda o'tirdi, mana shu Eysnerlar. Hech qancha vaqt degan. Hech qancha vaqt. Graf Anton von Arno Valli degan odam buni otib o'ldiradi va nafaqat buni, balki o'sha bir qancha odamlarni otib o'ldiradi. Bu o'lgandan keyin hatto kommunistlar, ya'ni Sovet nima deydi, xuddi Rossiyadagidek bolsheviklarga o'xshagan kuchlar Bavariyada ham hokimiyat tepasiga keldi. Kommunistlar va Bavariya Sovet Respublikasini o'rnatadi 7-aprel kuni. Bu davlat ham uzoq yashamaydi, bor yo'g'i bir oydan sal 13-maygacha yashaydi. Prezident Ernst Taller degan odam Bavariya Sovet Respublikasini rahbariga aylanadi. Endi Gitlerga qaytamiz. Xo'sh, mana vaziyatni tushundik, nima bo'lyapti. Vaziyat jiddiy. Tomoshabinlarga endi vaziyatni men qisqacha tushuntirdim-da. Germaniyada xaos, boshboshdoqlik davri boshlandi. Revolyutsiyalar, otishmalar, Berlinda har oyda otishma bo'lyapti. Manifestlar, miting, bu yoqda kommunistlar, bu yoqda sotsial demokratlar, markazchilar, o'ngchilar, so'lchilar, xullas mana shunday kasha bo'lib ketgan. Shu payt endi Gitler nima bo'lyapti? Gitler gospitalda, bilasiz, oxiriga o'sha urushning oxirida aytdik-ku, yarador bo'lgan, ko'zi ko'r bo'lib qolishga sal qoldi dedik-ku Gitlerni. Gitler 18-noyabr kuni, o'sha 19-noyabr kuni butun Germaniya askarlari kabi Gitler ham shokka tushdi. Ya'ni Germaniya urushdan mag'lub bo'libdi. Dahshat. Butun Germaniya hamma hayron. Axir ular g'alabani, bular har yili, har oyda bizga g'alabani va'da qilyapti. Qani g'alaba? Nimaga biz yutqizdik? 4 yil nima uchun biz qon to'kdik o'sha g'arbiy frontda, sharqiy frontda? Butun millionlab odamlar shokka tushadi. Xuddi Gitlerga butunlay. Gitler aytadiki, orqadan hanjar urushdi bular. Orqadan hanjar. Hokimiyatga qarab. Orqadan mana shu. Endi bu yerda qarang, harbiylarning ayyorligini qarangda. Sotsial demokratlar hokimiyat tepasiga keldi dedik-ku, boyagi hukumatlar. Ular nima deyapti? Ular aytayaptiki, harbiylardan bari maslahat so'raydi-ku. Masalan, 1919-yilda Versal nimasi bo'ldi, sulh ham. Ya'ni Germaniyaning mag'lubiyati tan olingan Parijda Versal sulhi bo'ladi. Sotsial demokratlar harbiylardan so'rayapti-da, nima qilamiz? Urusha olamizmi yana yo urusha olmaymizmi? Germaniya nima qilishga taslim bo'lamizmi yoki urushamizmi deb harbiylar nima deydi? Astagina bildirmasdan iloji yo'q. Shartlarni qabul qilish. Taslim bo'lamiz. Qabul qilish kerak shartlarni, boshqa iloji yo'q. O'sha Ludendorf ham aytayapti, Hindenburg ham aytayapti. O'sha paytdagi shart qanday bo'lgan o'zi? Shartlar juda og'ir. Juda ham og'ir. Germaniya uchun nihoyat og'ir. Germaniya barcha o'sha nimalardan voz kechadi, ambitsiyalardan, rejalaridan, urushdan boshlashdan. Germaniya juda katta kontributsiya to'laydi, mislsiz katta kontributsiya, milliard marka. Undan tashqari Germaniya uchun eng katta haligi eng o'sha og'ir, ya'ni Olmon xalqini g'ururiga teguvchi eng nima? Armiyani qisqartirib yuborish. 100 mingdan ham kam bo'lish armiya.
Undan tashqari flotga ega bo'lmaslik, aviatsiyaga ega bo'lmaslik, bu degani tamom degani. Yo'q davlat. Germaniyani umuman yo'q qilib, Germaniya umuman bir kuchsiz mamlakatga aylantirilish degani-ku. Tushunyapsizmi? Ana nima uchun nemislar uchun bu haqorat bo'ldi, olmonlar uchun. Tushunyapsizmi? Chunki Prussaklar, ya'ni Prussiya eski Germaniyaning asosiy nimasi-ku, yadrosi, to'g'rimi? Prussiya azaldan harbiy monarxiya bo'lganda. Mana masalan Fransiyada men revolyutsiya haqida ko'rsatuvlarda aytgandim. Mirabeau aytgan ekanki, Prussiya bu nima deydi? Harbiylar mamlakati. Tushunyapsizmi? Bu harbiylik mamlakati. Harbiy monarxiya. Mana Prussiya haqiqiy harbiy monarxiya. Germaniya haqiqiy harbiy imperiya edi. Endi tasavvur qiling, birdaniga uni qilichini qo'lidagi qalqonni tortib olyapti-da Germaniyani. Bu haqorat-ku albatta. Lekin iloji yo'q, yutqizgan urushda. Iloji yo'q. Lekin harbiylarning ayyorligini qarang, butun aybni mana bu hukumatga to'nkab qo'ymoqchi. Biz emas. Mana bular demoqchi. O'sha boya Hindenburg ham, Ludendorff ham va boshqalarim. Biz emas, ana imperator qochib ketdi, taxtdan voz kechdi. Mana bular esa sulh tuzib o'tiribdi. Xalqni ongida shunday narsa, mana xalq o'zi Hitler keyin o'zini Mein Kampf asarida bekorga aytmagan ekanda Sirojiddin. Mening vasiyatlarim asarini yozadi-ku, keyin o'sha qamoqda o'tirgan paytda haligi piva, u haqda hali keyin ko'rsatib gaplashamiz. Piva isyonidan keyin. Hitler aytgan ekanki, o'sha asarida borda, xalqning katta qismi avom, ya'ni informatsiya kam xalqning katta qismida. O'sha paytda ma'lumot ham yetib kelmagan davr emas. Xalqning katta qismida ma'lumot oz bo'ladi. Xalqning katta qismi keng tafakkur qila olmaydi deb Hitlerning o'zi aytayapti. Va uni to'g'ri yo'lga boshlash bizning vazifamiz. Mana mafkurani vazifasi. Shunaqa. Ajoyib. Hozirgacha Bu degani xalqni xohlagancha mafkura bilan xohlagancha yo'naltirish mumkin demoqchi-da. Chunki xalqning katta qismi nima qila olmaydi, hazm qila olmaydi. Ularga oson narsalarni bersang hazm qiladi deb Hitler o'zi aytdi. O'zi tan olib o'tiribdi. Endi Hitler gospitaldan chiqdi. Urush tugagandan bir kundan keyin qarang, birdaniga hamma yoqda mag'lubiyat. Endi u o'ylaganda, mana Sirojiddin oldingi ko'rsatuvlarda aytgandik-ku, urushni boshida nima uchun ko'tarinkilik bilan kutib olgandi urushni. Mana ruhiyat ko'tarinki, esingizdan xursand bo'ldi. Germaniya g'olib bo'ladi, u yerda mani chunki u hayotim boshlanadi, o'zgaradi deb. Hayotim o'zgaradi deb o'ylagandi. Hayotim o'zgaradi, yaxshi bo'laman. Hammasi boshqacha bo'lib ketdi. Balki ofitser bo'lib bir pul boyib ketarman. Baribir insonning mohiyati o'shada, nafs. Shunaqa. Ya'ni bir narsaga erishaman deb hamma narsani tagida shu iqtisod yotadi-ku. Hitler ham o'zi bekorga emas edi. Shunday. Bir narsaga erishaman deb o'ylagandi. Lekin nimaga erishdi? O'sha 6 tagina medal, orden medali bor, Yefreytor hech narsaga erishmagan. Unaqa soldatlar million Germaniyada. Ularning orasida. Million u Hitlerni hech kim tanimaydi ham. Yana o'sha omadsiz hayot Myunxenga qaytadi. Oldingidan ham battar hayot. Oldingicha bo'lmasa surat chizib sotib pul qilardi. Endi surat ham chiza olmaydi. Endi hech narsa yo'q unda. Absolut. O'sha urushdan jarohatlar hech narsa yo'q. Ko'zi ko'rib bo'lib qolishga sal qolgan. Undan tashqari butun Germaniyaga, butun german xalqiga bo'lgan psixologik boyagi o'zgarish, psixologik jarohat, eng katta jarohat. Qani butun orzu umidlar birdaniga chilparchin. Germaniya mag'lub bo'lgan, Germaniya yiqilgan. Urush hayotini yechimi edi. Hitler fikricha. Endi ish ham topish kerak. Bu yoqda Germaniya sekin-sekin inqirozga kirishni boshlaydi. Mag'lubiyat, u kontributsiya to'lash kerak Yevropaga, Angliya, Fransiya, Amerikaga. U xarajat, milliardlab xarajat, u 50 yillab ham yetmaydi uni to'lash uchun, tushunyapsizmi? Endi ishsizlik birdaniga hali bu juda uzoq davom etadi. Germaniyada inqiroz bor-ku, juda uzoq davom etadi. Natijada nima bo'ldi? Hitler nima qildi? Endi qayoqqa boradi bechora Hitler? Qayoqqa boradi? Hech qayerga bora olmaydi. Qarindoshlar Avstriya ham yutqizgan. Avstriyada undan ham battar ahvol. U yerda butunlay Germaniyadan ham battar Avstriya bo'linib, na iqtisodiy tomondan, na boshqa tomondan dabdala chiqib ketgan imperiya u yoqda ham. Qayoqqa boradi? Qarindoshlarga bora olmaydi. Sharmandada qaytib ham borish. Shunda Myunxenga qaytib keladi-da, 2-piyoda polkining 1-zaxira batalyonining 7-rotasiga biriktiriladi. Hali armiya to'liq tarqatib yuborilmaganda, hali armiya katta, lekin ahvol og'ir.
Lekin nima bo'lsa ham uni mana shu armiyada olib qolishdi, 7-rotaga biriktirishdi. Qayerga yuborishdi uni? Endi armiya urushdan chiqqan-ku, qayoqqa bor? Armiya nima qiladi? Millionlab soldatlar. Dekabr oyida Gitlerni Traunstein degan joydagi lagerga jo'natishadi. Harbiy asirlar bor edi bu yerda. Bu yerda juda ko'p harbiy asirlar. Kimlar? Fransuzlar, ruslar, hamma joyda yig'ilib qolganlar. Urush paytida qo'lga tushgan asirlar yig'ilgan. Hammasi o'sha Bavariyadagi Traunstein harbiy lageriga Gitler o'sha yerga borib qo'riqchilik qiladi. Qorovul. Haligi konvoyda. Ha. Qo'riqlaydi endi askar nimalarni, asirlarni qo'riqlaydi. Endi hech bo'lmasa ishda endi ovqati bor. Yo'qdan ko'ra yashashga joyi bor. Yashashga kazarma, kiyimi bor. Yo'qdan ko'ra mana shu ishda. Harbiy asirlar lageriga qo'riqchilik qiladi, lekin lager ham uzoq davom etmaydi. Urush tugagandan keyin u lager ularni qo'yib iloji yo'q, ular g'oliblar-ku. Asir bo'lsa ham ularning davlatlari g'alaba qozongan. Iloji yo'q. Ularning iloji yo'q, chiqib qo'yib baribir berasan. Majbur qaytarib berasan. Bu ish ham uzoqqa bormadi mana. Bo'lsa 1 oy, 2 oy Gitler yana Menimcha shu Gitler butun omadsizlik Germaniyaga kelgan. Ha, shunday. Omadsiz hayot yana davom etyapti-da. Xullas dekabr oyigacha bir amallab ishlaydi, lekin yanvar oyida yana ishsizda. Ya'ni o'sha asirlar endi lager ham yo'q. Tugatiladi. Gitler endi nima qilish kerak? Qayoqqa borish kerak? U yangi tayinlovni kuta boshlaydi. Alamzada mana qarang, hech qanday ish yo'q. Yangi tayinlov ham bir yo'q, ish yo'qda, endi armiyaga ham ish qolmadi. Undan tashqari keyin hali Versal sulhida u armiya butunlay qisqartirib yuboriladi. Umuman armiyada ish qolmaydi. Gitler Myunxenga qaytishdan boshqa iloji qolmadi. Ha. Myunxenga qaytdi va bir necha oy yana o'sha kazarmalarda yashab yurdi, armiyaning kazarmalarida. Boshqa boradigan joy yo'q. Bavariya Xalq Respublikasi poytaxti o'sha Myunxenda, boya aytib o'tdim, bu yerda ham tartibsizliklar, endi mayli bu haqda men to'liq nima qilib o'tirmayman. Kurt Eisnerni boya davlat tepasiga kelishi, otib tashlanishi buni yana ketadi, chiqib o'tirmay bu ham. Keyin undan tashqari mana Kurt Eisner bilan yana juda ko'p odamlar o'sha yerda o'ldiriladi, otiladi. Masalan, sotsialist, millatchi sotsialist boya aytdimki, Antoine Arco de Villi bularni otib o'ldiradi, bosh vazir Kurt Eisnerni. Undan tashqari Eisnerning siyosiy raqibi ham o'sha yerda yaralanadi. Baribir demokratiya aytdi, o'sha qarang, o'sha Bavariya Sovet Respublikasi keyin keldi-ku. Erhard Auler ham yaralangan, buni siyosiy raqibi. Undan tashqari Paul Ritter von Yarist mayor va konservativ siyosatchi Heinrich Ozerlar ham o'ldiriladi. Shunaqa davr ketyapti. Boshdoqlik davri bo'lgan. Bir-birini otib, o'ldirib, xullas Bavariyaga qarshi hatto qo'shin ham, Berlin qo'shin ham jo'natadi Bavariyani bostirish uchun. Lekin bu yerda kommunist nima deydi? Kommunistlar hokimiyat tepasiga keldi dedim-ku boya. Bavariya Sotsialistik Respublikasi. Bavariya Respublikasi aytgan ekanki, Berlindagi, ya'ni Weimar Respublikasi keyin nima bo'ldi-ku? Bavariyani bostirish uchun jo'natilgan qo'shinni kapitalizmning oq gvardiyachilari deb ataydi. Xuddi Sovet Rossiyasida bo'layotgan grajdanlar urushiga o'xshab ketayotgan Germaniyada. Demak, tarix takrorlanayotgan. Ha, xuddi o'sha Rossiyada nima bo'layotgan bo'lsa, Germaniyada ham shu ahvol. O'sha ahvolda. Aytishlaricha Gitler juda xo'rlangan o'sha paytlarda edi. Mana Bavariya Sovet Sotsialistik Respublikasi. Hatto qizi qonxo'r bo'lib rivojlanib borishida ham mana shular asos bo'lganda tagida. Qarang, Gitlerni eng yomon ko'rgani shu kommunistlar bo'lganda, butun hayoti davomida. Kommunistlar, mana keyin SSRga qarshi ham kurash olib bordi-ku, o'sha jahon masda. Gitlerning eng yomon nafratlangani o'sha kommunistlar edi, Lenin boshchiligidagi. Mana Bavariya Sovet Respublikasi o'shani nimasi-ku, o'xshash bir xil egizak-ku Germaniyaligi Sovet Rossiyasi bilan Bavariya. O'sha paytda Gitler xo'rlangan, shularga xizmat qilgan. Boyaga kommunistlarni nimasini taqib qo'l boylab xizmat qilgan. Xizmat qilganman. Bir necha oy dahshatli xo'rlik bo'lganda, boya aytdik-ku, bir oydan sal ko'p yashadi-ku Bavariya Sovet Respublikasi. Gitler xo'rlangan davri shu bo'lsa kerak, eng xo'rlangan davr. 3-aprelda Gitler o'z batalyonini o'sha aloqa vakili etib saylanadi. Endi mana Sovet Rossiyasidagiday voqealar yuz berayotganda Germaniyada. Bu yerda ham o'sha soldat kengashlari. Ya'ni Sovet Rossiyasida ham ikki hokimiyatlik vujudga kelgandi-ku. Ya'ni muvaqqat hukumat va
soldatlar kengashi. Gitlerni ham ana shu soldatlar kengashi 3-aprel kuni aloqa vakili etib saylaydilar. Xullas Gitlerning butun hayoti armiya bilan bog'liqda. 15-aprel kuni esa u yana qayta soldat kengashiga saylanadi va shu vaqtda u o'z bo'linmasini jang harakatlaridan chetda turishga nima qilgan ekan, undagan ekan. Mana shu yerda Gitlerning kallasi ishlab qolganda. Ya'ni kommunistlar tarafda ham turmadi, boshqa ularga qarshi kuchlar tomonda ham turmadi. Gitler kallasi shu yerda ishlab qolgan. Albatta buni keyinchalik inobatga olishadi. Tekshirib bo'ladi keyin. Boyaga Sovet Respublikasi bostirilgandan keyin kimlar bular tarafda turganda, hammasi tekshiriladi. Gitler ham o'sha yerda tekshiruvdan o'tgan. Adolf Gitler ham. Bavariya Sovet Respublikasi 6-mayda rasman tugatilgandan keyin general-leytenant Burkhard von Oven va unga bo'ysunuvchan qismlar shaharni, ya'ni nafaqat shaharni, Bavariyani o'zlarini tilida aytganda qizil axlatdan butunlay tozalaganligini e'lon qildilar. Ya'ni kommunistlarni tormor qildilar Bavariyada. Sovet Respublikasi 1 oygina yashadi, uni ag'darib tashladilar-da. Yana o'sha nimalar hokimiyatga keldi. Boshqa kuchlar. Yangi hukumat Bavariyada kimlar qarang? Yangi hukumat o'sha kommunistlar ag'darib tashlangandan keyin o'zi Germaniyani kommunistlarining rahbari Karl Liebknecht bilan Rosa Luxemburg. Mana Rosa Luxemburgni eshitgansiz, 8-mart bilan bog'liq. 8-mart, to'g'ri. Ana shu ikkalasini ham Berlinda o'ldirishadi-da, boyagi so'l kuchlar, o'ng kuchlar, ya'ni kommunistlarga qarshi kuchlar. Kanalga tashlab ketishadi o'sha kommunistlarning eng katta rahbarlarini. Kommunistlar juda katta kuchga kelayotgandi Germaniyada. Keyinchalik Gitler boshchiligidagi natsistlar bilan kommunistlar ayovsiz kurash bekorga olib bormaydilar. Xullas, yangi hukumat Bavariyada o'sha kommunistlarga kim xizmat qilganligini taftish qila boshlaydi. Birma-bir taftish qiladi. Kim kommunistlarga ishladi mana shu 1 oy davomida. Va Gitler ham xo'rlik o'shalarga xizmat qilgan degan majbur. Endi u yer bitta Gitler emas, ko'pchilik xizmat qilgan. Gitler ham tergov qilingan. Gitler o'zining nima deydi? Qarang, Gitler qanday qilib vaziyatdan chiqib ketadi. Ayyorlik bilan. Qanday vaziyatdan chiqib ketadi? O'zining aloqachi hamkor, bu aloqa soldatlar aloqa vakili edi-ku, aloqachi, bu svizist-ku. O'sha paytda yetkazib beradigan axborotlarni. O'zini hamkori Georg Dufter degan o'sha sovet, ya'ni Georg Dufterni sotadi-da. Men emas, mana shu sovetlarga xizmat qilgan. Men aloqam yo'q, mana shu Georg Dufterni to'liq shuni ayblab o'zi oppoq bo'lib chiqib ketadi Gitler tergovdan. Georg Dufterni keyin ular o'sha nima qilishadi, so'roq qilishadi. Umuman olganda harbiy tergov komissiyasiga ko'rsatmalar bergan paytda Gitlerni albatta ular yaxshilab taftish qilishadi. Gitler albatta inqilobga qarshi ekanligi, Germaniyani buyuk bo'lishi kerakligi Gitlerda bor-ku rostdan ham ruhiyatida. Ular tushundi, bu odam hech qanaqangi kommunistlarga bir loyal odam emas, demak bu odam toza. Va antikommunistik qarashlari balki uni qutqarib qolgan bo'lsa kerak o'sha paytda. Va 1919-yil may oyida Gitlerning qismi tarqatilib yuboriladi, demobilizatsiya qilgandan keyin Gitler iyun oyida 2-piyoda polkini demobilizatsiya bo'limiga o'tkaziladi. Ya'ni bo'ldi, deyapti-da Gitlerga. Bo'ldi, mana shuncha xizmat qilding, rahmat, endi tarqalasizlar. Shu. Ish yo'q. Armiya qisqardi, endi senga joy ham yo'q degan ma'noda. Shu bilan ketadi. Gitler demobilizatsiya nimasiga o'tkazildi. Endi Gitler nima qilish kerak? Hamma hech yerda ish yo'q, armiyadan tugagan, armiyada jon yo'q, pul yo'q, Bu paytda Germaniya qo'mondonligi armiyaning asosiy vazifasi nima edi? Chunki qolgan armiya politsiya bilan birgalikda aholi ustidan qat'iy nazoratni o'rnatish maqsad qilgandi. Endi boshtoqlik-ku, ularni Germaniyani sal tartibga keltirish kerak. Bu yetar, bu shuncha revolyutsiyalar, mana ahvol og'ir, inqiroz kelyapti, iqtisodiy inqiroz kelyapti. Shuning uchun armiya nima qiladi? Armiya urush olmaydi, endi urushni yutqizgan. Endi armiya politsiyani xizmatini, politsiya bilan birlashib, xalqning ustidan nazorat o'rnatishdan boshqa vazifasi qolmadi armiyaning.
Endi Gitler shuni umid qiladi-da, balki o'sha qismlarga kirib olib, biroz politsiya bilan xizmat qilaman. Politsiya bilan birga ish kerak-ku endi. Sal ish yoqmasroq odam bo'lgan, xarakteri jihatdan. Yo'q, rasm chizishdan boshqa ish bilan bilmaydi, og'ir mehnat qilmagan odam. Xullas, qarang, uni hayotida g'aroyib voqealar sodir bo'ldi. Mana, tamom. 1919-yil may. Sirojiddin necha yosh bo'ladi Gitler? 80 nimada tug'ilgan bo'lsa, 28 yoshmi? 28. Hali 30 ga ham kirmagan. 30 ga kirayotgan yigit. Hayotda hali hech narsa, hech kim tanimaydi, hech narsa. 30 ga kirayotgan yigit hali na uy, na bola chaqa bor, na oila bor, na bir amal bor, na bir pul bor, hech narsa. Batamom nima bo'lgan odamda. Tushkunlikka tushib, unaqa odamlar bilmadim. Agar bizda unaqa odamlar bo'lsa, yo ichkilikka berilib ketadi, yo bir hayoti tamom jamiyatda yo'q bo'lib qoladi. Jamiyatda yo'q bo'lib qoladi-da. Gitler ham shunaqa holatda, lekin baribir nimasini yo'qotmaganda, qarang, intilishini yo'qotmagan. 1919-yil may oyida Karl Mayer degan odam, Karl Mayer degan odam bu harbiy razvedkada ishlagan, harbiy razvedka. Myunxendagi o'sha boyagi polkni 6-batalyoniga boshliq bo'lib keldi. Gitler o'sha yerda xizmatda yurgan paytda. Mayer. Mana shu Karl Mayer juda katta rol o'ynaganda Gitlerni o'sha taqdirida. 30-may kuni Bavariya Reichswehr degani bu Germaniya o'sha armiyasi natsistlar hokimiyatga kelmagunicha Weimar Respublikasida Germaniyaning armiyasi Reichswehr deb atalgan. Gitler hokimiyatga kelgandan keyin u Wehrmacht deb ataladi. Reichswehr bu armiya nomi. Ana shu armiyani 4-shtabiga umuman tashviqot va targ'ibot ma'rifiy bo'limiga rahbar bo'lib tayinlandi Karl Mayer. Targ'ibot va tashviqot ham razvedka bo'limi. Tushunyapsizmi? Va u albatta kadrlarni tanlash kerak. Kadr tanlash kerak. Josuslarni tanlash kerak. Va uni ko'zi mana shu Gitlerga tushadi. Endi Gitlerga ko'zidan tushish sababi Gitlerning o'sha notiqligi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, u boyagi hujjatlarni tekshirib ko'radi-da, mana boyagi Gitlerning ustidan, Gitlerni tergov qilingan, taftish qilingan ishlar, Gitlerning delosi bilan tanishib chiqadi-da, biografiyasi bilan tanishib chiqadi. Demak, bu yigitdan foydalansa bo'ladi, josus sifatida. Va 1919-yil iyunning boshida Gitlerni maxfiy agent sifatida ishga oladi. Maxfiy josus sifatida ishga oladi. Endi maxfiy josus degani nima degani? Mana, nima uchun Gitler qanaqasiga maxfiy josus bo'lyapti? Shuni so'ramoqchi edim. Qanaqasiga josusning vazifasi nimadan iborat bo'lgan o'sha paytda? Aytdik-ku, siyosiy vaziyat bilan tanishtirdik. Germaniyada turli kuchlar, turli partiyalar xuddi qo'ziqorinday potirab chiqyapti. So'llar, o'nglar, markazchilar, sotsial-demokratlar, kommunistlar, yana allambalolar. Aynan mana shu paytda hukumat nazorat qilish uchun har bir partiyalarga josuslarini jo'natish kerak. Nima bilan shug'ullanyapti? Ularning maqsadi nima? Tushunyapsizmi? Ana yerda bitta partiya ochilibdi desa, hukumat aytadi, bor o'sha yerga bitta josusni tiqib qo'ychi deydi. Uni nima bo'lyapti? Rahbari nima bilan shug'ullanyapti? Ular nimani reja qilyapti? Shuni bilib turish kerak-da hukumat. Va josuslarni va Gitler aynan mana shunaqa josus sifatida verbovka qilinadi Mayer tomonidan. Eng qizig'i Mayerning hayoti ham keyinchalik bu natsional sotsialistlarga qo'shilmaganda, keyinchalik urush bu Gitler hokimiyatga kelgandan keyin ham u Fransiyaga qochib ketadi, Fransiyaga emigratsiyaga qochib ketadi. Lekin Fransiyani bosib olgandan keyin nemislar, natsistlar uni baribir konslagerlarga olib kelib, konslagerda halok bo'ladi. Sachsenhausendami? Gitler baribir o'sha eski boshlig'ini yo'q qiladi-da. Bizga qo'shilmaganliging uchun mana balki eski nimalarini yo'q qilish uchun ham balki uni yo'q qilgandir, to'g'rimi? O'sha eski boyagi nimasini chuqalamasligi uchun. Kapitan Mayer rahbarligida qarang o'sha paytda Augsburg yaqinidagi Lechfeld degan joyda Reichswehrning milliy tafakkur kurslari tashkil qilinadi. Milliy tafakkur kurslari ajoyib-a? Milliy tafakkur kurslari, ya'ni tafakkurni oshirish, tafakkurni qayta nima qilish. Gitler 10-iyuldan 19-iyulgacha ana shu kurslarda qatnashadi. Ana shu vaqt ichida Mayer
shunchalik Gitlerdan shunchalik katta taassurotlar oladiki, qoyil qoladida Gitlerning boyagi oratorligiga, Mayer bekorga uni kadr qilib olmaganda josuslikka. Demak, bu yigitda ancha katta iste'dod bor. Va bu notiqligi ketidan o'sha Gitlerni juda ham partiyaga ko'plab tarafdorlari demak, bu yigitdan foydalansa bo'ladi. Bunda juda katta oratorlik nimasi bor. Mayer bu narsani ilg'adi. Va 19-yilning yozida Mayer uni 26 nafar antibolshevistik ta'lim guruhi degan guruhga instruktorlik nimasiga tayinlab qo'yadi. Qarang. Gitlerni instruktor qilib qo'ydi. Ana shu o'quv boyagi markaz nima qildida, ta'lim markazi va u yerda Gitler o'zi o'sha Gitler dars beradi haligilarga. Ya'ni tashviqotchilarni tayyorlaydi. Endi Gitler omadli hayotiga qadam tashlandi. Shu joyda. Gitler shu odam sabab. Shunday. Hali Gitler omad to'g'ri, o'sha Mayer bilan tanishuvi, Mayer buni ko'tarishi albatta buni omadi edi. Lekin asosiy omad qachon keldi? Gitlerni asosiy josus sifatida, agent sifatida Mayer o'sha chaqiradida bitta partiya ochilibdi Myunxenda. Ya'ni Nemis ishchilar partiyasi. DAP deb ataladi. Deutsche Arbeiterpartei. Ya'ni Nemis ishchilar partiyasi. Bu bilasizmi, sotsial keyinchalik natsistlar partiyasi o'sha fundamenti, tushunasiz? Asosi. Shu partiya ochilibdi, shuni borib tekshirish kerak. Ular nimani istayapti? Nima xohlayapti ular? Tushunyapsizmi? Va Gitler razvedka agenti sifatida, mana razvedka agenti nemischada Werbung-Dungschmann deb atalgan. Dungschmann. Ya'ni josus sifatida aynan o'sha partiyaga borib, uni faoliyatini to'liq tekshirish va o'rganish. Ichkarida bildirmasdan. Ana Gitlerning omadi endi keladi. Gitler keyinchalik keyin o'zining o'sha biografiyasida ham menga boshqa o'zi asarlarda ham bekorga aytmaganda, ana shu partiyaga borishim meni hayotimda butunlay 1919-yilga to'g'ri keladi. 19-yil yozida. Mening hayotimni tubdan o'zgartirgan voqealar. Ana shundan keyin Gitlerning Olimpiya chiqish davri boshlanadi. Shu partiyaga kelishi. Josus sifatida keldi. Pivoxonada bo'lyapti. Pivoxona, Hofsbrauhaus. Nemis ishchilar partiyasi, bu partiya qanaqa partiya edi? Mana shu agar Myunxenga kim borsa, albatta shu mana shu yerda hozirgacha saqlanib qolgan. Hozirgacha saqlangan. Endi to'g'ri, keyin qayta tiklangan. Bu bombalar tagida qolib ketgan 45-yil. Buni qayta rekonstruksiya qilishgan. Hozir menimcha o'sha Germaniyada Myunxenga borsalaring, Marienplatz degan markazi bor-da. Sirojiddin, agar borsangiz albatta kiring. Bu tarixiy joy. Tarixiy joy. Bu yerda nafaqat Gitler, balki bu yerda juda ko'p odamlar bo'lgan. Mozart bo'lgan, buyuk odamlar, Lenin bo'lgan. Hammasi bu yerga kirganda. Kimlarning qadam yetmagan bu yerda. Bu yer buyuk joyda. To'g'ri, endi men biz bu yerda piva uchun emas. Bu yerda hali tarixi uchun. Bu yer tarixiy joyda. Endi o'sha paytda pivoxona bo'lgan, yirik pivoxona bo'lgan, ichiga 500 dan ko'p odam sig'adi. Bitta zalda, turli xil zallari bor. Endi buni borganlar borib ko'rgansiz. Yo'q, men bormaganman, lekin o'sha Myunxenga borsam albatta bu yoqqa kirishimiz kerak, chunki tarixiy joy. Gitler ana shu yerga boradi, bu yerda boyagi partiyani o'sha yig'ilishlari, o'tirishlari bo'ladi. O'zi kichkinagina partiya. Bu partiyaga Anton Drexler degan odam asosan shuni nimasi rasmini qo'yib yuboringda. Anton Drexler bilan mana shu odam demak. Anton Drexler bilan Karl Harer. Mana shu odam, yana bitta bu odam Anton Drexler o'zi bir slesar, ishchi odam. Sirojiddin, ishchi. Bu unaqangi bir nima emas, oddiy ishchi, usta. Anton Drexler bilan yana bitta jurnalist bor edi, Karl Harer. O'zi sport jurnalisti bo'lgan, qarang. Karl Harerni ham ko'rsatib yuboring. U kishini ham ko'rsataman hozir. Anton Drexler bilan Karl Harer mana shu odam. Ikkalasi mana shu partiyaga asos soladilar. Tasavvur qiling. Bular o'sha endi tagida albatta millatchilik. Chunki nasional nima deyapti, qarang. Nemis ishchilar partiyasi. To'g'ri, hali u Gitler kelmaguncha bular endi bor yo'g'i bir necha oy bo'ldi-da. Gitler bu partiyaga kelgan paytda hali bular endi kurtak yozayotgan partiya. Qilamiz, bo'lamiz, zo'r bo'ladi degan narsa. A'zolari ham qancha deb o'ylaysiz Gitler kelgan paytda?
taxminan 45 tami, 44 tami a'zosi bor. Hali hech qancha odam yo'q. Yo'q, hali partiya endi aytayapman-ku, partiya mana shu ikkalasi asos solgan, o'sha qo'shilgan bor yo'g'i 40 dan sal oshiq. Ya'ni o'zlaricha haligi o'zlarini bir solidni ko'rsatish uchun haligi a'zolik biletlariga 500 raqam yozar ekan, 600. Xuddi ko'p qilib ko'rsatish. Lekin partiya unaqa ko'p emas-da. Kichkinagina partiya. Gitler keladi, o'sha paytda yig'ilish bo'layotgan bo'ladi-da. Gitler shu keldi, bular yig'ilish qilyapti shu. 30-40 kishi yig'ilgan. Partiyani bir yig'ilishi bo'layapti. Qarasa, bahs ketyapti. Bir guruh odamlar chiqib olib, Bavariya Germaniyadan alohida bo'lish kerak. Bavariya alohida davlat bo'lish kerak deb bir nima qilishyapti-da. Bahs ketyapti. Bir nechtasi aytayapti, "Yo'q, qanaqasiga biz Germaniya bilan bir bo'lishimiz kerak" desa, Gitler kelib so'z oladi-da. Hamma hayron, bu kim bu Gitler? Endi men sizlar partiyalarga qiziqib keldim degan ma'noda, lekin josus o'zi. O'zi aslida josus bo'lgan. Shuni Gitler shunaqangi nutq so'zlaydi endi. Butun istidodini ishga soladi-da. Haligi 40 kishi hangumang og'iz ochilib qolgan. Gitler shuni oratorlik nimasini ishga soladi. Yo'q deydi. Biz German millatini, biz buyuk German millatimiz deydi. Barcha nimasini ishga soladi Gitler. Bavariya mumkin emas alohida. Biz Germaniyani bo'lib tashlanishi bu halokat. Biz Germaniyani birlashtirishimiz kerak. Biz buyuk Germaniya bo'lishimiz kerak, deyapti Gitler. Va eng qizig'i, to'g'ri, Harer Gitlerni uncha yoqtirmagan, chunki sal bu intellektualroq jurnalistda. Keyinchalik ham o'sha bu fojiali hayoti nima bo'lgan, bu partiyadan nima qilinadi, badarg'a ham qilinadi. Lekin asosiy mana birinchi Anton Drexler butunlay hayratda qotib qoladi Gitlerning gaplarini eshitib. Mana deydi, mana bu odamni partiyaga chaqirish olishimiz kerak. Mana ko'p deydi va Gitlerga taklif qiladi. Adolf Gitlerga. Siz deydi bizning partiyamizga kirmasangiz bo'lmaydi deydi. Sizday tashviqotchi odamlar bizga kerak. Gitler ham dastlab ko'ramiz bu yoq deydi, lekin keyin Mayerning buyrug'i bilan albatta kirib oling deydi partiyaga. Chunki ko'proq ichida bo'lasiz. Va Gitler partiyaga keyin kirib oladi. Sentyabr oyi. Va mana shu partiyaga kirdi Gitler. Endi Gitlerni qarang, albatta Gitler hali nima deydi? Hali shakllanayotganda. Gitlerda hali o'sha natsistlarning to'g'ri unda millatchilik bor edi, g'oyalar aytdiki, urushdan oldin ham u juda ko'p o'sha millatchilik g'oyalari bilan sug'orilib borilayotgan. Lekin hali u professional emas edi Gitler hali. Tushunyapsizmi? Hali professional. To'liq mafkuralashmagan. Hali mafkura to'liq emas. U kimlar? München universitetida antibolshevistik kurslar tashkil qilingan. München universitetida bolsheviklarga qarshi kurslar tashkil qilingan va o'sha kurslarda radikal millatchi domlalar, ya'ni ustozlar, o'qituvchilar dars berardi. Ya'ni radikal. Shulardan biri Karl Alexander von Müller. Shuni ham rasm bor edi, qo'yib yuboring. Karl Alexander von Müller va Gottfried Federler. Shu ikkalasi Karl Alexander von Müller Gitlerning notiqlik san'atini o'sha odamdan o'rganadi. Boricha. Mana shu. Alexander von Müller bilan Gottfried Federerni ham qo'ying. Mana shu odam Gitlerning notiqligini oshirishga katta nima qilgan. Yordam beradi o'sha paytda. Aynan shu odamning leksiyalaridan Gitler ilhom oladi. Va mana Feder g'oyaviy ustoz deydi Gitlerni. O'sha paytda. Aynan ana shu Federning nutqlari Gitlerni partiyaga kirishga mana shu kishi. Mana shu odamning leksiyalari tufayli Gitler boyagi partiyaga kirishga qaror qiladi. Bo'lmasa bu odamning leksiyalari bo'lmaganda, balki Gitler umuman bu partiyalarga kirmasdi. Aynan Federning maslahati, Federning boyagi nimalari bilan Gitler Nasional ya'ni ishchilar, ya'ni Nemis ishchi partiyasiga kiradi va keyinchalik uni Nasional millatchilar partiyasiga aylantirishga aynan shularning g'oyalari bilan shakllanti Gitler. Federni, Müllerni 1919-yili yana bunday bo'ldi qarang. Partiya saflarida, yo'q, hali partiya saflarida emas, millatchilar guruhlari bor edi. O'zi nima bo'layotganda o'sha paytda Germaniyada
Germaniyada bu hali hech narsa tinchimagan. 22-iyulda Myunxen garnizonida bolshevistik va spartakchilar g'oyalari ta'siriga tushib qolgan askarlar nima deydi? O'zi Germaniyada hali kommunistlar isyon ham ko'targan. Spartakchilar isyoni. Aytdim-ku, Karl Liebknecht bilan Rosa Luxemburg o'ldiriladi dedim-ku. Spartakchilar isyoni bo'ladi, lekin ayovsiz bostiriladi. Lekin Bavariyada ham ularni nimasi ko'p edi-da, kommunistlarning. Kommunistlar ham ko'p edi, ha. Hali mana bu natsistlar hali kam. Hali ular juda katta bir partiyaga aylanmagan, lekin kommunistlar juda katta nimaga aylanib borayotganda va hukumat buni pasaytirishga harakat qilayotgandi. Kommunistlarning nimasini, nufuzini, ta'sirini. Chunki ular mana ba'zi Rossiyada hukumatni qo'lga olib 1 yildan beri boshqaryapti, hatto 2 yildan beri. Sovet bolsheviklar. Ular bizga Germaniyaga ham kelish nimasi arafasida deyapti-da. Xavf bor-da, kommunistik xavf Germaniyada ham. Natijada Gitlerni bekorga shu nima qilishmadi-da, mana shu josus sifatida shu partiyaga bekorga tiqishmadi. Partiyani butunlay boshqacha yo'ldan ketishini xohlayotganlar. Partiyani shovinistik yo'lda, ya'ni German millatchi, ya'ni kommunistlarga antipod sifatida yaratilganligi boshidan, tushunyapsizmi? Boshidan Germaniya hukumatı, o'sha Bavariya hukumatı ham tushundiki, mana bu partiyani kuchayishi kommunistlarga qarshi bo'lishi kerak, bolsheviklarga. Gitler hokimiyatga bekorga keltirilmadi. U Sovet Rossiyasiga qarshi o'zi aslida hokimiyatga keltirilgan. Tushunyapsizmi? Mana bu yerda qizil yirik gigant imperiyada qizillar hokimiyatga keldi, kommunistlar. U butun dunyo, liberal dunyoga, kapitalistik dunyoga xavf edi u. Shuning uchun bu yerda Gitler hokimiyatga keltiriladi. Va boyagi partiyalar ham o'sha bejizga boshidan tashkil topmagan. U o'zi aslida kommunistlarga qarshi g'oyaviy tarzda tashkil qilingan. Albatta, Gitler mana 1919-yil 12-sentyabr kuni partiyaga kirishga qaror qiladi va kiradi. Nemis ishchilar partiyasiga, Deutschen Arbeiterpartei. Va shu partiyaga kirdi. 16-sentyabr kuni Mayer Gitlerga antisemitizm haqida ekspertiza xulosasini yozib berishni ham so'ragan ekan. Bu kim uchun edi? Adolf Gemlich degan odam uchun mana shunaqangi bir xulosa yozib bering deb Gitlerdan iltimos qiladi. Boshlig'i Mayer. Mayer hali ham boshlig'i, bu partiyaga kirgan taqdirda ham Mayer uni baribir razvedka boshlig'i o'zi jo'natgan. Ha, o'zi jo'natgan. Gitler mana shu antisemitizm haqida, ya'ni yahudiylarga qarshi bir xulosa yozib bering degan, ya'ni German millatchiligini ko'tarish. Buni qarang, o'sha xulosasida Gitler shunday so'zlarni aytgan ekan. Iudaizm bu din emas. Mana yahudiylarning dini bor-ku. Iudaizm bu din emas, balki irqdir. Yahudiy uchun din bu sotsializm va demokratiyadir. U ham bo'lsa asosiy maqsadi pul va hokimiyatga erishish uchun vosita xolos, deyapti yahudiylarni. Shuning uchun yahudiylarni to'liq yo'q qilish kerak deb yozadi boyagi o'zini xulosasida. Uzul kesil. Butunlay bu millatni yo'q qilib yuborish kerak degan ma'noda. Va bu eng qizig'i boyagi nimaga yoqib tushdi bu narsa. 1919-yil oktyabrda Gitler, boya sentyabr debman, o'zi aslida oktyabr oyida DAP, ya'ni Nemis ishchilar partiyasiga kirdi. Partiyaga kirishi bilan Sirojiddin, albatta bu boya aytdim-ku, bor yo'g'i 40-50 kishi edi. Buni nima qilib qo'yishdi? Darrov tashviqot va mafkura bo'limiga rahbar qilib qo'yishdi. Endi 40 kishi bo'lgandan keyin bari rahbar bo'lasan u yerda. Bunaqa iste'dod bilan albatta rahbar bo'lasan. Va Gitler darrov ish boshladi, tashviqot va mafkura. Buni qarangki, partiya a'zolari keskin ko'payishni boshladi. Oradan bir necha oy o'tib 100 dan oshib ketadi partiya a'zolari. Chunki Gitlerning tashviqoti ish beryapti-da. Gitlerni eshitishni boshlaydi. Uni notiqligi, ustunlik. Notiqligi. U soldatlarni, mana bu ishsizlarni hammasini partiyaga chaqirishni boshlaydi. Partiyaga a'zo bo'la boshlaydi. Partiya vznos oshadi. O'sha kunlardan, ana shu kunlarda Gitler Ernst Röhm bilan tanishadi.
va Ernest Römni ham qo'ying. Ernest Röm bilan tanishadi. To'g'rirog'i Ernest Röm u bilan tanishadi. Ha. Qiziqib. Mana. Bu odam kim bo'ladi? Ernest Röm bu odam, bu ham xuddi Gitler kabi jangchi. Ishsiz. Yo'q, lekin bu ishsiz emas, bu nufuzli odam, bu soldatlarning orasida buni nufuzi baland. Bu jangchi va tashkilotchi. Ha. Bu jangovar Temir Mush degan jangovar guruh tuzgan. Ha. Tushunyapsiz? Haligi eng baquvvat yigitlar. Lekin bu odam o'zi nima deydi? Gomoseksualist bo'lgan. Keyinchalik Gitler buni yo'q qilishda shundan nima qiladi? Gomoseksualist, yirtqich odam. Ha. Mana shu yirtqich. Jangari, yirtqich, eng haligi ko'chani bir haligi nimalarini to'plab olgan. Nima deydi? Ko'chadagi ko'cha odamlarini. Ko'cha odamlarini yig'ib olgan, bunga quloq soladi. Chunki bunda bor tashkilot, kuch bor. Masalan 10 ta, 20 ta yigitni yig'ib oladi, bu bandada, mafiya. Banda shu ko'chani masalan kim bunga qarshi chiqsa, yigitlarini yuboradida do'pposlab, dabdalasini chiqarib, shantaj. Kerak bo'lsa yo'q. Hammasi bilan shug'ullanadi. Shantaj bilan, boshqa ishlar bilan. Yirtqich, jirkanch odam. Lekin bu qaradiki, mana shu Gitlerni bitta nimasini eshitib ko'radi-da, tasodifan. Gitlerni bir o'sha notiqlik nimasini eshitib ko'rib, ma'ruzasini eshitib ko'rib, hayratlanadi bu. Bu ham Gitlerning oldida bu mana nimani kuchli ko'ryapsizmi? Materiyadan ruhni kuchliligi. Bu materiya bu. Kuch bu. Lekin ruh kuchliroq-da. Gitler buni nima qildi? O'ziga rom qildi. Shunda bu tushundiki, demak bu odamdan foydalansa bo'ladi. Bu mafkura katta-ku. Quruq kuch bilan hamma narsaga erishib bo'lmasligini bu ham biladi-da. Bu kuchlarni mafkura bilan birlashtirish kerak va Gitler bilan tanishadi bu. Gitler ham albatta bu ikkalasi bir-biri bilan xuddi nima deydi? Bir tana, ikkita boshda. Gitler ham tushundi, bu yigit bilan uzoqqa ketsak bo'ladi. Ya'ni bundan kuch bor, mendan g'oya. Tushunasizmi? Men g'oya beraman, bu kuchni olib keladi. Ajoyib tandemda. Lekin to'g'ri, keyinchalik birga bo'lmasligini Gitler biladi, bu baribir keyinchalik bu xavf solishini ham biladi. Chunki bu ambitsiyali odamda. Bu rahbarlikka bu ham talabgorda. Ammo bu Gitlerga g'oyaviy tarafdan teng kela olmaydi baribir. Bunda kuch bor. Aql balki bordir, lekin Gitlerchalik yoki emas. Ana shu paytda Ernest Röm bilan tanishadi va albatta ular jangovar guruhlarni mana shu partiyaga olib kela boshlaydi. Bu ham partiyaga kiradi Gitlerning orqasidan. Gitlerning nimasi bilan buning yigitlari ham boyagi zo'ravon, urushqoq, janjalkash yigitlar ham partiyaga kiradi va ular keyinchalik partiyaning nima deydi, zarbdor kuchlarini tashkil qiladi. O'sha paytda. Temir Mush dedim-ku. Gitlerga ta'sir o'tkazgan baribir eng katta mafkuraviy ta'sir o'tkazgan odamlar bular emas edi albatta. To'g'ri, boyagi Alexander Müller ham, boshqalar ham ta'sir o'tkazgan. Lekin Gitlerga eng katta ta'sirni o'tkazgan odam xalq yozuvchisi deb mashhur bo'lgan odam Dietrich Eckart edi. Mana shu odam. Mana shu odam Sirojiddin haqiqiy Gitlerni butunlay miyasiga, ya'ni Gitlerning tafakkuriga butunlay o'sha shakllantirib oxirigacha nima qilgan odam shu Dietrich Eckart bo'ladi. Aynan Eckart Gitlerning miyasiga jahon yahudiylar fitnasi degan nimani kiritadi. Bu antisemitizmning eng katta g'oyaviy mana shu Gitlerning boshiga kiritgan. Ya'ni yahudiylar mirovoy zagovor, ya'ni jahon fitnasini ustida turibdi. Mana hozir bizda ham ko'pchilik shuni nimasi bilan yuribdi, bizning odamlar ham. Mafkurasi bilan aytadi-ku, dunyoni Rothschildlar, allam balolar boshqaradi. Mana shu odam fikri. Asli boshi 1900-yilga borib. 900-yil. Dietrich Eckart shuni miyasiga qo'ygan Gitlerni. AQSh kapitalistlari boshqaradi dunyoni. Bolsheviklarni ham shular hokimiyatga keltirgan, yahudiy qarchalonlari. Mana ba'zi bir izohlarda yozadi. Gitlerning o'zini ham yahudiylar hokimiyatga olib kelgan-ku deydi. Mana shu, o'sha g'oya. Yahudiy qarchalonlar turibdi degan konspirologik nimani aynan Dietrich Eckart Gitlerning miyasiga kiritgan. Aynan Eckart Gitlerni Myunxendagi badavlat qarchalonlar, nufuzli oilalar bilan tanishtiradi. Bu tanishtiradi Gitler. Mana haqiqiy ustozi shu edi. Bu g'oyaviy emas, bu to'g'ridan to'g'ri ham g'oyaviy,
ham nimasi ustozi mana shu Dietrich Eckart edi Gitlerning. Shuni g'oyalari unda ta'sirini kuchli o'tkazgan. Ana shunda Gitlerni katta davralarga olib kirish shu kishining davridan boshlanadi. Gitlerni kimlar bilan tanishtirdi? Myunxenni, Bavariyani boy zodagonlar bilan tanishtirdi. Sponsorlar kerak-ku Gitlerga, partiyaga. U 50-100 kishi bilan u partiya bo'ladimi? Unda fundament ana bo'lmasa, moliyaviy tomon moliyaviy hammasi qashshoq ishchilar, bir balolar bo'lsa, u partiya qanaqa qilib o'sishi mumkin? Partiya o'sishi uchun qudratli moliyaviy orqasida tilbovushlar turish kerak. Va Eckart aytdiki Gitlerga, men seni yo'lingni ochaman dedi. Men seni olib kiraman davralarga dedi. Va albatta Eckart mashhur yozuvchi-ku. Yozuvchilarni baribir boylar taniydi. Hurmat qilishadi, chaqirishadi uylariga. Va o'shanda bu sudrab Gitlerni olib yuradi yonida. Yur. O'sha paytda ko'rsataman. Yur, men seni tanishtiraman nimalar bilan, boylar bilan. Va u boylarni xonadoniga olib kirdi. Masalan, va sekin-sekin boylar Gitlerni haligi tan ola boshladi. Safsata Gitlerni boyagi demagogik gaplarini eshitib, ular xalos Gitlerga hayratlanadi. Yoqtirib qoladi ko'pchilik Gitlerni. Ayniqsa boylarning ayollari nimagadir Gitlerni juda yoqimtoy Adolf. Qo'ng'iz mo'ylovchasi bor, bir ajoyib yigit kelibdi. Eckhartga rahmat aytishadi. Bu yigitni olib kelib turing yana bizga. Bu yaxshi-da, hamma buni eshitib, boylar eshitib yolg'on safsatalarni. Va boylarga ham yoqyapti uni gaplari, Gitlerning gaplari. Ulug' Germaniya haqida, ulug' sanoatni rivojlanish haqida Gitlerga hammasi yoqyapti. Ular yoqyapti, ularga Gitler yoqyapti. Tushunyapsizmi? Masalan, mashhur bir boy oila bor edi Myunxenda. Bu Yelena Bechstein degan ayol bor edi. Yoshi katta ayol, Bechstein xonim. U ayol endi beva, uni eridan qolgan mana bu pianino va fortepiano ishlab chiqaradigan korxonalari bor. Muzika. Bu Germaniyada eng katta o'sha korxonalardan birida. Endi bilasizki, Avstriya, Germaniya bu san'at dunyoda rivojlangan. Albatta u qimmat, u pianino va boy bular, juda boy. Bechstein xonim Gitlerni juda yaxshi ko'radi. Yoqimtoyim deydi Gitler, Adolf. Va Gitler ham Bechstein xonimni albatta qarang, Gitler o'sha paytda turlicha bo'lgan ekan. Gitler o'rganadi o'zini tutishni. Boylarning oldida o'zini tutishni, juda ham o'zini kamtar. Har doim xonimni Bechstein xonimni qo'llarini o'pib qo'yadi. Chunki boylarga podxod qilish kerak-ku. Va boylar albatta Gitlerga pullar berishni boshlashadi. Homiylik boshlanadi. Yana bitta oila, Myunxenlik noshir Guga Bruckmanning rafiqasi Elza Bruckmanlar bilan tanishadi. Va yana boshqa katta oilalar bilan tanisha boshlaydi. Pullar kelishni boshladi partiyaga. Tushunyapsizmi? Gitler nafaqat partiyani kuchaytirishda tashviqot targ'iboti bilan, balki mablag' bilan ham kuchaytirishni boshladi Gitler. O'sha payt. Va tabiiyki Gitlerning nufuzi osha boshlaydi partiyada. Mana nima uchun Gitler partiya tepasiga keldi, tushunyapsizmi? Partiyaga Anton Drexler bilan ana jurnalist nimaga o'xshagan, nima kerak bor, u foydasi yo'q ular. Xuddi shunaqa. U tuzgani bilan ular pul olib kela olmasa, quruq gap, ular hatto gapirishni ham Gitlerdan yaxshi bilmasa. Nima uchun Gitler zo'r bo'ldi, tushunyapsizmi partiyada? U hamma tomondan partiyani kuchaytira boshladi. Pul ham olib kelyapti. Boylarni ham qo'shyapti. Boyaga Ryomga o'xshagan jangarilarni ham partiya hamma tomondan baquvvat bo'lib boshladi. Va Gitler endi o'zini gapini ayta boshladi partiya ichida. Va Gitlerga hamma quloq sola boshlaydi. 1920-yilda boyaga Hofbrauhaus pivoxonasida Gitler ilk bor DAP, ya'ni Nemis ishchilar partiyasining ommaviy yig'ilishini tashkil qiladi. Qarang, 20-yilga kelib, mana 1 yil o'tdimi Gitler kelganiga? Partiya soni 1000 dan oshib ketgandi. Bor yo'g'i 40 kishi edi. Gitler kelgandan keyin bularning soni 1000 dan oshib ketdi. Va Gitler partiyaning yangi ustavini ishlab chiqardi. 25 punktdan iborat partiyaning yangi dasturini, programmasini ishlab chiqdi. Albatta Anton Drexler bilan Feder ham biroz qo'shildi, ular ham endi partiya rahbarlariga nomiga bo'lsa ham, lekin asosiy tezislarni Gitlerning o'zi yozdi. Butunlay. Va partiyaning nomini butunlay boshqatdan o'zgartiramiz dedi. Endi partiyaning nomi Nasional Sotsialistlar Nemis ishchilar partiyasi, NSDAP. Mana, natsistlar partiyasiga aylandi. Ana shu yig'ilishda 20-yil Hofbrauhaus pivoxonasida katta yig'ilishda partiyaning nomi ham o'zgardi, ustavi ham o'zgardi, yangi loyiha ham o'zgardi. Butunlay.
va Gitlerning Olimpga chiqish davri boshlandi, yuqoriga chiqish davri boshlandi. Endi u oldingi bir bechara Gitler emas. Endi uni orqasida minglab odamlar bor. Uni eshituvchilar ko'p endi. Orqasida kuch bor. Unga avtomobil sovg'a qilishdi. Uy sotib olib berishdi Myunxenda. Kattagina, juda katta uy. Uning puli bor. Endi u mashhur. Mashhur. U endi mashhur Germaniyada. Myunxenda, hali Germaniyada mashhur emasdir. Uni eng zo'r uylar, uni olti eshigini ochyapti. Gitlerning omadsiz hayoti tugadi Sirojiddin. Gitlerning o'sha joyda. Gitlerning endi ulug' davri boshlandi. Afsuski dunyo tarixi uchun fojiali davr boshlanayotgan edi. Mayli, endi bu haqda keyin ko'rsatadi. Albatta, o'zi mana shu joygacha qiziq edi va bundan keyingi to'g'risi Gitlerning hayotini men o'zim o'qiganman, qaysidir jihatlarga e'tibor qaratganman, lekin bunchalik chuqur kirmagandim. To'g'risi, bunchalik mayda jihatlarga e'tibor berish, yana ham bu shaxs qanday bo'lib yetishib chiqqani, mana shunaqa bir qonli odamga aylanganini, bir asoslari bir o'sha pastdan boshlanib kelganini ko'rish ham mumkin ekanda. Bizni tomosha qilayotganingiz uchun tomoshabinlar, yurtdoshlar, har biringizga rahmat. Yana qaysi jihatlar siz uchun qiziq, izohlarda yozib qoldiring. U jihatlarni ham olib chiqishga harakat qilamiz. Faoliyatimizni qo'llab-quvvatlash uchun va bizni yana ham yuksakroqqa ko'tarilishimiz uchun albatta like bosib, komment yozishni, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va biz bilan hamkorlik qilishni xohlaydiganlar bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimiz orqali bog'laning yoki Instagramimizdan yozing. Biz siz bilan hamkorlik qilishga, mahsulotlaringizni ko'proq ommaga taqdim etishga tayyormiz. Rahmat. Xayr, salomat bo'ling.